kichkina o'g'il qolishi kerak onadan. O, topmagan edi kichkina o'g'il. Nima men shu domda tiqilib yashashga majburmanmi? Tim bo'li yangi uchastka meni ishxonamga bir qadam. Siz qola qoling, aka. Mayli, talashmaydi. Men onamning oldilarida qolib xizmatlarni qilishdan qochmayman. Sizlar chiqib keta qolinglar. Ha, o'zim yangi uchastkaga chiqa olmas ekansiz-da. Yangi uchastkami, eski dommi farqi yo'q. Erim nima desalar shu. Ular qatta bo'lishlaridan qat'iy nazar, men har doim ularning yonlaridaman. Xo'sh, bolalarim, kim qoladigan bo'ldi? Endi ona, biz o'zaro maslahatlashib, sharoitdan kelib chiqqan holda katta ukam siz bilan qoladigan bo'ldi. Men shunaqa bo'lishini bilardim. Uchastkaning haqiqiy egasi topildi. O'g'lim, kelinimga ayt, narsalarni yig'ishtirsin. Sizlar men bilan uchastkaga ko'chib o'tasizlar.